Oila va ajrim qanchalik bir-birlariga yaqin so'zlar. Oila kelajakda baxt, ishonch, g'amxo'rlik, mehr, e'tiborni va'da qilish kerak aslida. Biroq undagi ba'zi bir sabab, kechinma, psixologik og'riqlar aslida bu sinov edi. Undan o'ta olmay taslim bo'lishlik bu ajrim. Bu esa baxtsizlikning boshi. Kurashilmagan oila ajrimdan keyin afsuslarga sabab topib berar sizga. Unda esa kech. Chunki hissiyot g'ururi aql kuchidan ustun. Biling, tepadagi muammo qaytalanuvchi programma. Siz ikkinchi bor kimni tanlashingizdan, tasavvuringizda ideal oilani yaratishingizdan qat'iy nazar, u yerda ham muammo bu konflikt, nizo, kechira olmaslik, o'zgarib qolishlik, ishonchni sindirish, baxtsizlik hissini his qilish, o'tkinchi muammo-yu o'tkinchi hissiyotlar albatta yuzaga chiqadi. Eng qizig'i, siz endi qanday yo'l tutasiz? Xohlaysizmi oilani, munosabatni tiklashni?